Haydi kalanını! Çık! Ha, bu ne? Hemen ha! Çık! 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 Haydi kalanını! Çık! Haydi kalanını! Çık! Çık! Haydi kalanını! Çık! Haydi kalanını! Koş! Koş! Haydi kalanını! Haydi kalanını! Koş! Çık! Çık! Çık!
Dada. Ha, nimdeyse? Meni apam evetti. Velikamın uyuda bir günlük iş bakken seni karışmasın deydi. Bah. Kaçan mı kurtulamaz bu hakkı malaylık kılıçtan? Recep doydum cuma. Bak Allah'a sen karab duramsa. Bak o. Oh. Hıh. Usta. Hıh. Bak. Nuraka. Tunguzdek küçük bacımı var senin. Ha, yani bir gün işlevet Nuraka. Pulcu. Pulunu kaçan birisi. Oy, gap çoğu. Oruq kanla pokuyogan dep ağzına cep pulgu yügrep kapta. Şeherdeki ilik kavakta 15 som kanyon kirip ketken cuma Nuraka. Gınkıma işleyemegen. Cüretni padachılıqqa yardım bo'lar deb maktabdan chiqarib oldik. Endi kichigini qanday qilamiz? Pul bo'lmiz, qanday o'qitamiz? Padachılıqdan topgan pul kanaydan oshmayotsa yoki yerimizni teramayotsak, ha desili qarz, qo'yimi to'ydig'i bu qarzning kishi. Mushundaq o'tayveramizmi? Uyning ahvoli mana shu. Bizmi bir yaxshi kunlarni ko'rsak nim bo'lar? Ben kada kılamayamsa. Birisini bulam dem. Ya oğurluk kılam dem. Sizni undaq qiling demadim. Boshqalar undaq yoki mundaq ishlarni qilib, yildan yilga beyib qoldi deyman ha. Kalbaqi men deb yurmay, boshqacha bir ishni o'ylashib ko'maydimi demakchi. Ölüp kalmadık-ku. Yalğız bizlimi? Şükür qilgin ha xotin. İş qilib mo'raqdan is chiqib turyotidik-ku. Opa, qo'sig'im ichib ketdi, chiyimni chaqqan begina, bugun maktabda faoliyat bor deb ichib qolmay yana. Vaqif kela bilan. Mana. Aldırmay iş ha? Barat Ayça, seni gıdagan araba atar usuma, tayar usuma. He, müşkarosi, sen zakır müşk atap ağam. Tamaşa kördükemizde Barat Ayna harığı katkaç ürük. Aldığımızdan çaşkan kulak çıkıp kalımız, könüp kalımız dikine. Yo, Nuri çok ayak ağa. Ne buldun ağa? Oralım onu da bu. Oynak bakan yapalım. Sıkıcı bak. Esselamu aleyküm. Çata yoktu. Oynak üstlede. Şehirlik ağınla uçurap qilib, azdılık qilib aldık digine.
Ağzın köpük kaynap ketipti. Saslıkta arak içmek kalemgen okşmamsa. Kalıvergen için bizdek imeligenler imidi. Kadir ezme. Sen kalemsen ağzını kıtkıp kalıdı. Hoş Kettik. Nur aka. Bana bir yılan tutup versen bulattı. Şehirden tukallar çıktı. Doğru kılmaz deydi. Neç pul verirse 5 son verme. 10 so'm be 10 so'm. Nim dedi buna çok ay. Tutsan tut, tutmasan ornak adamcık. Alayda aldığın kegen hoş bulup alayım apılını. Qani, ichiga. Ustam, qilyapti-na? O'xshdi. Gap qilar dangal. Bizni shuncha oldirtib bu yerga nimaga boshlab keldi? Biz oldiramiz juma danga. Unda xo'schu bu ishni hech qanday odamga demaymiz deb qasam qilinglar. Qo'y, qasam? Qasamga gap chiqib qoldi endi. Birisini o'ldirib qo'ymasa? Yo'q. Ahmet tapdım Ahmet. Birisi yılan tutup deb 5 so'm pul vergende şu yılanı izlep bir köşkü basam bir komzak oltun deb oldu. Bu ne? Birisi gidin gelsene da. Yo'q. Xudo dedi ama. Yo'q. Ben nima qilishimni bilmay sizlarni izlab kelishim. Xotinni demay yaxshi qilibsan adash. Xotin kishi degan omag'u chechi uzun aql qisqa. Birasiga deb qo'ysa bu narsalarni soqchilik ko'rsa. Korkma adaş. Altınlığını var oğlum, hemen pul kıp verme. Lekin ağzını çın tut ha. Nur Mehmet qo'lingni adash. Pul sendan, yo'l bizdan bo'lsin. Biz endi mangu ayrilmaymiz.
Gülsüm. Hey Gülsüm. Bu yoqqa gel xotin. Voy, nima bo'ldi? Ovozliq o'nsan. Bo'la. Bu yoqqa gel. Bo'la. Qara buni o'qidi. Nereden kelgan oltinlar bu? Qo'rqma xotin. Bizga omad keldi. Omad. Aka qo'lni. Aka. Bo'la. Biz boyib ketdik. Xotin. Boyib ketdik. Endi men cho'qay degan laqamdan qutulgan bo'ldik. Nurmama. Ha. Bundaq ko'z bilan turg'ini qaraganda cho'qim egisi va oltinlar bu. Bunchalik narsani biz sing'irib ketolmaymiz. Men qo'rqyapman. Nimadan qo'rqatdi ham bizga kelgan omad bu. Ko'z bilan turg'ini qaraganda hamma bir odamning dunyosi bu. Buni o'zimizning qilib olsa xudo oldimi, hukumat oldimi buni? Hukumatga topshirib beraymikin deyapman. Nima deydiganda men xotin? Soqchi yenidan chiqdimi nima? Xotiningga dedingmi? Xotin dedingmi? Yo'q. Yaxshi. Xotiningga demagining yaxshi bo'pti adash. Bundaq ishni xotin kishi deb qo'ysang, narsalarni soqchilik ko'rsan. Ya Allah Nurmama. Sizda nomus degan narsa bormi, yo'q? Ahdidan kechgacha ba'zan yeyman, ursang o'laman deb necha kunlar bo'ldi yotqiningiz yotgan. Choyxona sizning go'ringizmi edi? Sizmi erkishmi? Ha, yotaman qo'qandaq. Gaping bormi? Xuddi sen meni xotinlik qilib qo'ygandek gap qilasan-ku. Talog'i chiqsam uyga kirsam xotin bo'ldim-ku. Qo'shnilardan choydan so'rab divona bo'lay deb qoldi. Xudoyim sizni bir kun xotin qilib qo'ysaydi. Shu chaqda bu go'ringizni bir kun o'tirmaydingiz. Uy, nima deb yurdi ey mana xotin? Ajab odamning sabrasini o'rlatdi. Mana fili buka. Uraqini. Men yemagan sizning tayiqingiz qolgandi. Astagfirullah. To'g'ri chishimga tegmayjimi? Bo'lmasa bu go'ringdan bir aqli chiqib ketaman. Agidakanga to'yib, o'ldirsa shu chaqda divon o'lib. Shunday qiling endi. Sizga shu ish qolgan. Xotin bolalarni tashlab uy boqamidim deb chiqib ketdi. Ha. Sen xo'roz, men mehmon, bo'ldimi? Vishing kiya uyingni. Danga qo'lingga pul kirdi. Endi qanday qilay deysa? Hozir Rosla taz kelyotdi. Roslaga mol ko'rsatib pul tepyapmiz. Sodi shundoq yaxshi, lekin pul yo'q. Sen bir do'kon ochsang, biz Urumchidan mol kelsak, boy bo'lmaganni-chu, shu chog'da ko'rsan. Undaq ishlarni men qilolmayman. Yanala qo'y qilib boqaymikin deyman. Nima deydi buni xommontavi? To'g'adangal o'shkijangal tushibdi deb, yenilik sosiqtirni o'ylab qopsan-da. Gaday bo'lsang shatalash deb, shu vaqt bozorning yaxshi tamoqini yeb, salqin do'konda o'ltirib pul topmamsa. Uning ustiga Nurmamat qanda qilib tez boy bo'lib ketdi deb, mahalladagilar soqchir deb qo'ysa, ishingning tugashgini shu.
Shahar deganning etigi keng. Shaharda bo'lsang, birisining do'konini ichayotaman deysan. Uning ustiga hamma sirni biz bilamiz juma. Agar og'zimiz ichilib ketsa, tugashganing shu. Ha. Yaxshimisiz adash? Qanaqa ahvoling? Bizning hisob kitobimizni qilganға ma'v qizni keldim. Ismi Saniya, amma hisobotga tekshirib usta. Yaxshimisiz Nurmamatga? Yasin sizning yaxshi gaplaringizni qilib berdi. Agar meni yoqtirsangiz, ep qolasiz. Bo'ladi. Men ma Yasin olimlar bilan kechib paranglashib, sizga javobini beray bo'landa. Ma'qul. Xo'sh. Ma'qul adash. Gülsüm, ko'nglingizga ep qolmang. Demay desam, zodi ko'nglim unimidi. Shaharga kirgandim, onsam Nur Muhammad shahardan xudni ilibdi deydi. Tova. Nima? Nurmamatni shahar kirib, uyini otdi dedingizmi? Men uni shahar kirib pul qilsin mayli desam, u yerda uyini otdimi? O'zingizni besivelan solim. Rasmu yolg'onmi shaharga kirib surishtirib beqam. Men chiqay. Qanday qilaman? Allohim, nima qilib? Kuzum içip gitti. Biraz chida jin bolam. Oppa, kuzum bezli içip gitti. Jin bolam, dadangni tepib andin tamoq yeydi, ha? Oppa, endi papa chitmidi. Jin bolam. Yaxshimisiz? O'sha arvoqda Nurmamat aparsning do'koni bilamsizki? Yo'q, bilmaydi ekanman.
Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Mush yerda Nurmamat deb bir do'kon ichibdi-kan. Do'konni bilamsiz? Bilaman. 3-4 kun bo'ldi. Nurmamat do'konni setibdi. Hozir o'zim nima ekanligini uqmaydi ekanman. Nima? Oppa, men bo'ldim. Oppa. Ishnim bo'ldi. Qariyag'ash kentiga keldik. Shunday yo'lovchilar tushinglar. Әмсә, әтім айлыма? Şunda qilayli adaş. Ağayınlar, ben öygü verip helik tıkıp koygan mallarını ekileyemse. Aqlinga barakallah adaş. Әмсә, әті қатнаş görüşeyle adaş, ha? Şunda kılaylı. Nurmamat! Nurmamat! Qo'ya qo'lni. Ketma Nurmamat! Sizga ishingizga qursin, men tuluqqanman, ballarga sir yetim bo'lib qolmasin. Qo'y, mana nere? Dada bizni tashlab ketma, dada! Mana nere? Olama qo'lni, tashlab turish. Dada bizni tashlab ketma! Dada sizni... Qo'ya meni, chaplashqaray, chaplashmay. Yaxtim to'ydim. Bu sahroyingda bu to'ydim. Dada bizni tashlab ketma, dada! Bala! Ademdeki yaşayalayımız. Ya bunda çok ay hayvandan özü optu ha. Aç baldı, tez bulduğun boldu degine. Pul evet beri. Pul evetmey, xotindan bir nevas görün tıxi. 5 so'mdan payda versanglar, beraylar endi. 4 so'mdan bo'lsin. 4 so'mkan bo'ldi. Qanday qilamiz? Bo'g'dik. Bo'pti. 5 so'mdan bo'lsin. Kelishdik ham. Shundoq bo'lsin. Ishtoq qilsa. Ha, Yasin, g'achchini beriblar. Ha. Soda yurishib ketdi. Pul ishikdimi, to'nglikdimi kirayotgan mana, ha? Şundaq Nurxo'jayin, şundaq. Kiring. Kelibdi, sizga nimalar
Hozircha hech narsa kerak emas, siz chiqash turib. Shundoq qilib, bu binoni mo ishga kirishtirib bo'ldik. Kelar yili taqqa bir sayohat o'rni qursak deyman. Bo'g'dak. Men qo'shilman. Sen-chi olim? Men qo'shilaman. Undaq bo'lsa, Yasin ishkinglar sayohat o'rnini ko'rgach, ketadigan chiqimni bir xamchot qilib qo'yinglar. Shunda Ma'qul. Shunda qilaylik. Bo'ldi, ish tamom amsa. Yasin, Ha? eli qalam qoshlaringda bir nechini chaqirmamsa, payzi qilmamdoq. Birini akiraymi yoki tomga tizib o'taymi? Payzinglar. Bu yana mı ahır kıtır oldu? Kene. Kirayla. Ha, kene. Şunu ol kız gaptin gap yok la. Biz usta oyunsak katırıp etimiz. Oynaygan bolsak şölügünüz akıdı dememdi. Şunu bu gapni bana nimdep bersiz. Unda kadar ben sinat ömekini izlememsiz dedim. Qurab turdi shuni ular. Alamat. Shunda qilib bu sayilgahma bitib qoldi dedim-la. Qana, ha. O'sha. Ha? Oş. Bizning Nurloban dunyoda bir. Agar dunyoda ikkisi bo'lib qolsa, uning birisi bizning Nurloban. Qani Nurloban, tamak chekin. Rahmat. Qanchalik o'ynag'inglar bo'lsa, shunchalik o'ynanglar. Barliq chiqim, mana mendan. Ha, qandoq? Ha? Nurloban, erlarga deb tushunmayman, mana bizga kelgan qarab qo'yasiz, ha? Yaxshi. Men bugun shuni jakalaymanki, mush so'rindagi har bir qizning bo'yniga birdan oltin zanjir esilsin. Alamet yapalım. Başkaları ayrım yana.
Kire ilala. Korumlar ilala. Nurlu ben, seyahat orlarınızı görüp çıktık. Acayip çıraylık pinhan joyga o'rnashibsiz. Oltundek odam juma siz. Başka yerinizden gül önüp çıkıdı da ha. Sen hiç bu peyzini gözetmeyse. Andaklımız gidiyor ne? Kıyıklı. Kelin. Yuring jinim. Uyga kirib birashaylik. Shundoq qilib, chet eldagi ishlarni xil yurishib qolgandek qiladi. Men bormasam bo'lmaydigandek qiladi. Qachon mangdi ekansizlar? Atil mangdigandek qilaman. Olimga biletni deb qo'ygandim. Beripla telefon qilib eting, ha? Chataq yo'q, jinim. Bo'lmasa men ansirab qoladi ekanman. Bir mezgil ayrılgan bo'ldik-da. Amal yo'q-da. Meningmi ko'zimiz uchib ketadigan bo'ldingiz. Rasma? Albatta. Chet elga mansınız qandaqmı çıdaman? Vay. Olimi sen? Qandaq oldu? Ha, buludu, men hazırlı baray. Hemen yo'lga chiqdim. Hazırla. Buludu. Ma'qul ha? Uye, bugün mağamsız, bir gün qolmamsız. Etmeyinle canım. Bu degan savdoning ishi. Men muncha kirib chiqay. Sen safar tayyorliklarini qilib qo'ygin, bo'ldi. Ma'qul. Nasip olmağın amet aldı da Cismin ademdek yaralgan ersen Nasip olmağın amet aldı da Cismin ademdek yaralgan ersen Bulsa kalbimde Vapa hem ehlas Şundula ametnin Ninini yersen Bulsa kalbimde Vapa hem ehlas Şundula ametnin Ninini yersen
tapmaysan çare Keç ametin Şiktünlüktin Bir ömür şiklap Tapmaysan çare Ger yolun pişman kutsin Şu minut yürek boğısı pare Hiç ametim şiktünlüktin Bir ömür yığılam Tapmaysan çare Hiç ametin Şiktünlüktin Bir ömür şiklap Tapmaysan çare Hiç ametin Şiktünlüktin Bir ömür şiklap Tapmaysan çare
keldingmi bola? Ha, qaytib keldim. Mana bu bugünküsünün talonu apa. Jinim bolam, cho'ng bo'lgan bolam, es qatgan bolam. Jira bolam uyga. Qara o'g'lim, mush aydan boshlab hech kimning bizda qarzi qolmaydi. Bu firma endi bizning shaxsiy mulkimiz bo'ladi. Canım apa, neçe vaktin beri bek çapa tattın. Dadam mı sen, appam mı sen? Sana rahmet oğlum. Muştek vaqtından tatib, turmuşning ig'ir yükini men bilan teng tatdi. Hal kunimiz yaxshilanib qoldi. Biz mush mahallada cho'ng bo'lgan, mush mahallaning tuproqini dassab, suyini ichib odam bo'ldik. Texim yaxshi odam bo'lgan o'g'lim. Boshqalar sening axloqingga zo'xlansin. Aslini hargiz unutib qolmagin bolam. Gepimni anlag'in. Aras apa, hoş haber. Enim Ekber, Ali mektep YouTube'da. O'ylasma, nima degan yaxshi, bek yaxshi bo'pti jinim bolam, bek yaxshi bo'pti. Aris bolam, yaqinda kent yo'l qurilishini apag'dik. Biz qarab tursak uyat bo'lar, biz hozircha 10 ming so'm yordam qilsak deyman. Sening qanday? Buludu apa, sen neyim desen şu? Rahmat jinim bolam, rahmat sana. Nurlu ben. Çetel yarışıptı cuma. Çaşlarımız pakırap gitipti. Bire çetelli kılacak sılap koydum ya. Parij'de Enterprise'da arak dep etir işi var mı kalsa? Ha, qandaq? Pulun olsa vago, hemmisi seninki. Uqdingmi? Seningdeklarni chet elda minib o'ynaydi va, minib. Ammo vago, mushu o'ynaydigan ya chet elkan juma. Qiz ayollari kiyim kiymamdi nima? Ish qilib bir-biridan go'zaldanglar. Er kishi degan talada mingning uyida bo'lsa, birning. Shuni kechikib ketdikansizda, u qilin. Yashaydigan gap aytaq. Hey, oyna, oyna. Pul degan bag'o, o'g'illarning qo'lining kiri juma. Pul degan Nurmammat degan gap. Nurmammat degan gap pul degan. Yo'g'on so'zlab bu otma, kasata omidim, loyga minib yotma, kasata omidim, loyga minib yotma. Unutib ketding qasrni, tutolmadim omadni, choqchiqban omadim, ko'rsam karomatni, choqchiqban omadim, ko'rsam karomatni, choqchiqban omadim. Men olim bilan chet elda mis to'g'risidagi to'xtamga qo'l qo'yib keldim. Olim shu joyda bizning nomimizdan bir shirkat qursa deyman. Lekin hozircha qo'limizda naqd pul kam. Bankining pulini tek qaytarmadik. Shunga tog'dik sayohat o'rinini setib olsak deyman. Buludu, buludu. Şundak basın. Şundaqlaylı. Şu yana şimdi. Ya bana. Men nima bo'ldim? Bana doktorxona qo'yamiz, bana. Nima qildim men? Bana. Jira. Men nima qildim? Kerak bana, kerak. Ey! Men nima qildim? Bana. Ha, chiqa.
muş kishi shu. Vaqa to'g'dirgan siz bo'lamsiz. Men. Biz şehirlik qatnaşsaqchi atirtidan. Sualımızga aynen cevap berişinizi soraymiz. İsminiz nima? Nur Mehmet. Qancha yosh? 40 yaş. Adresingiz? Bostan ko'cha 17-qora. Siz 8 ayının 10 günü kes saat 11'de araq içib maşinada vaqa to'g'diribsiz. Vaqaning amaliy ahvolini so'zlab bergan bo'lsangiz. O kuni men araqni ko'proq ichib qo'yib, mashinadagilarni bilaman, qolgan ahvolini uqmayman. Qanchalik araq ichgan? O'zim bir bodilgidek araqni ichib yetibdikanman. Bo'ldi. Hozircha yaxshi davolanib, qolgan gapni siz saqib chiqqanini birini deyishaylik. Ma'qul. Xo'sh apsiz. Xo'sh. Bugün bek chiroyli qo'ysiz. Rasma? Shunda, yomon pari olib ketibsiz juma. Ko'zimda uchib ketdingizda. Men ham. Voy. Ha? Nima? Nima? Bo'ladi, men hozirlik baray. Mana odam. Shuncha jiddiylashgan nima ish bo'ldi? Chet eldagi vakolatchimiz olim. Bizning barliq pulimizni yo'tkab, yo'qolib ketibdi. Ne hakikatini hech kim bilmaydi ekan. Asta, tugash to'qandi. A'zoyinglar Gulsumning ish izlari gazet radiolarda tashviq qilindi. Yo'l, maktab, doktorxona degandek hammasiga o'zini unutgan holda yordam qildi. Boshqalarni beshga yetaklabdi. Yo'ldosh Gulsum noya ayollar ichidan chiqqan alohida boy. Naimiz bu ishqa alohida ko'ngil bilib, Gulsumga 30 ming so'm rag'batlantirish yordam puli berishni qaror qildi. Uningdan boshqa noya o'simsiz 200 ming so'm, yeza 100 ming so'm o'simsiz qarz bilan ta'minlashni qaror qildi. Gulsumning koli fermasini kengaytirish va süt mahsulotlari zavodi qurish plani tasdiqlandi. Endi yezining Gulsumga kerakli qanchalik yana ajratib berish masalasi qoldi. Navbatda yezi boshlig'imizni so'zga taklif qilaylik. Bo'ldi. Gulsumada qanchalik yerga ehtiyojlik bo'lsa, shunchalik yer beramiz. Gulsumada bizni unutib qolmagan yerda, bizmi Gulsumadani hargiz unutib qolmaymiz. Rahmat sizga Gulsumada. Bizden bu kichkina kentimizni nahiyaga, shaharga to'ntib etdingiz. Qisqa qo'limizni uzun qildingiz. Rahmat sizga. Rahmat sizlarga. Tashkilga rahmat. Men yezam bilan odam. Mening taqdirim yezam bilan chambarchas bog'langan. Yezam meni boy qildi. Men dehqonlarimni suyaman. Hammanglarga rahmat. Mening topgan pulim sizlarning. Barliqim sizlarning.
Sizlarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Saniye. Hamma ish tugidi. Chet eldagi pullarni olib qochdi. Sen bilmaysan, dachini Nurmamat setib etgan. Nurmamatning restoran binosidan boshqa puli qolmadi. Bankining qarzi bor, o'g'irlangan bojmi bor tehi. Bojxona bilan bankining qarziga restoranning binosi bo'ylishamdi, yo'q kim bilir. Endi men qanday qilaman? O'z nomingda bankka qo'ygan pullarni naqlashtirib, uyda pulga yaraygan narsalarni tayyorlab qo'y. Bir kechida quyruqni xada qilamiz. Qandaq? Ha? Nurmamat efendi, bu yılki bajni tek tölemepsiz. Tek biz tekşürgen oğurlangan bajım ba. Bu pulla az emasçı mı? Bizning bankining qarzi pulimi oz emas. Muddatidan ishib ketdi. Buningga nima deysiz? Bende pul kalmadı. Sizler şu restoran binasını bahalap ilevasanlar. Bunu demse biz et resmiyetlerini ötüyteyle. Ma'qul. Nur Mehmet, xeyr xoş. Xotin balalarga rahmi yo'q sizdek odamning menga qanchalik rahimi bo'ladi? Az vaqt bo'lsa-mu sizga xotin bo'ldim. Sizga emas, pulingizga. Tegishli haqqimni elib, yo'limga ravon bo'ldim. Meni istab avara bo'lmang. Xeyr xoş Nurloba. Las! Şermende! Aldamçılar! Aldamçılar! Ben buldu mesmeme. Neymiş işmeyse? İşimi deme arkasına. Nuri piyanchik qumavi. Mushanim olib qo'ymabdi-da. Rasuli piyanchi ko'pdi bu. Mendan 10 so'm so'rab yuradi. Ey fukam içe. Yo bulağa birini dedim ben. Nemi dedim ben ulağa? Birini mi demedim. Buldu ben kettim ha. Hoş. Kettim ben. Ya. Toxta. Bulaqdan pul vermemse? Bir ağada yüzü kıtıraf. Aka çapan ne? İşçiyi birdiğe bulaqdan su yemez bu. Bana! Birini koydu iken ben. Aka çapan ne? İşçiyi birdiğe bulaqdan su yemez bu. Birini koydu iken ben. Bana! Pulni qachon bersa? İzlab oram taktım seni. Bulaqdan su Qachon yemez bersa? bu. Ha? Qachon bersa Pulni dodma. koydu iken ben. Bana! Pul yok. Ya pulni beremse vermemse? Qachon Ha? bersa? Jallovaz pul yok. Ya pul yok dedi mi? Burayla uyum var şu uyum. Ko'rib boqayli. Pulni qo'yishamda, bo'ylashmamda. Sürme. Ha? Chiqa. Chiqa. Mayli.
Bozorchilikda oshxona qapib ber. Ma'qul, ma'qul. Şu işçigili koyu tefte. Doğru. Voy, Nurek baygı bu. Assalamu alaikum. Qanday ahvoling? Ya seni bay olup gitti, şehir aeroplanda yürüydü dep anlagan. Ya bu nemi günde kaldı voy? Arı söylep yürüsen go. Ahmet kaçtı, Ahmet. Ha, bu maptıcıma. Öy makanın, mahallen turup. Yetim ekip kapsan go. Muşumu gün ma? Yine memleketimiz. Xotunun Gülsüm bay olup gitti, ballarımı çoğup gitti. Endi qaysi yüzüm bilen mahallege baraman. Xotin ballarımga qanday qarayman? Mahalle degan mahalle cuma. Adem degan xamşit emgen bende. Hatalaşmaydigan adam barmı deyse. Sen kan eskilikni mahalle qınbaydı. Seni koynuğa ip gitidi. Yürü memleketimiz. Ma. Bo'ldi, men bormayman. Ben bormayman, bo'ldi. Ben şehirde Nurek'ni uçurtup kaldım. Biz anlıgan Nurek yok cuma. Arı söylep can bekip yürüptü. Hali bek qarab ne deyip, nerede kopudu fakat bilemedim. Bir qarasang işin ağrıydı. Bayvop, xotin ballarını taşlap, mahallini taşlap, körenlep ketkinini oylasan, kötüge nepçini tepken keledi. Bulmaptı cuma. Nur Muhammed Mumuşi mahallining adamı. At köygen, anı köygen adam biz. Okuğanı kımaylı. O musafir bop kalmasın. Qanday qilamiz? Bo'lmasa Gulsumga tapaqandiq ya. Gülsüm'ü deyse qanday bula? Gülsüm'ün yürüke xunump ketdi cuma. Unumasmiken? Bo'lmasa Gülsüm'ün fermasiga o'rlashtirib qo'yaylik. Xudo yo'lida jiroqni yaqin qilib, bir o'yin o'ynab baqsa qanday deysizlar? Qog'iniga yurt mahalli bog'i. Qani bir o'rinib ko'raylik. Shunda qilaylik, urinib baqaylik. Shunda qilaylik. Ya sen qancha qitimlab deyma. Basan Gülsüm'ün yanıga yoki maliga bormaysa, noyiga yaqin kali fermasiga borasan da'vatiman. Aylıqınga 300 so'm berdi. Tamoq yotoq berdi. Kallarını bekib bersan shu. Voy, bo'ldi, qilinglar, men bormayman, bo'ldi. Nima deydim hava? Gap anglamsan yo'q. Futqulingni bog'lab bo'lsam ep ketimiz. Sen og'irmamsa, o'lmamsa, hayvon bo'lib ketdingmi ya? Ey, anlayaptamsa? Bizni mahalle evatdi cuma. Buni eski bir nimangni setib etib, biz bilan mangmaydigan bo'lsam, ko'gilikni ko'rsatib, o'ligingni o'zim ep ketimiz. Qanda deganimi bu? Mana. Qani. Qani, ishkirga marhamat. Marhamat. Yuringlar.
Kiranglar. Mana bu bizning pishiqlab ishlash seximiz. Mana bu sut qiyami. Bu sut to'ng'itish o'rnimiz. Mana bular yangi sig'ilgan sutlar. Endi kalferimizni ko'rib chiqaylik. Oyatda. Qani. Mana bu bizning kalferimiz. Mana bu bizning nasllik kallarimiz. Yaxshi. Mana bu süt sap bo'lgan nasllik kallar. Hammasini chet eldan keltirgan bu. Shundoq. Segish uskunlari haqiqatan zamonaviy ekan. Ha, shundoq. Qani, bu yoqqa. Mana bu bizning yem-xashak sklatimiz. Mana bu o'g'itlar. Qaranglar. Bu yoqqa. Hay yo'ldosh, xapamay harvozni chatiraga yasqinzibdi kerak. Maşinan yok pulun yok. Nime kısmet bu sana. Kireydi sen öyün yok. Nime kısmet bu sana. Kireydi sen öyün yok. Hesabı var hemmenin. Hesabını verdim. Çak çak diye anaşı. Ahır üzen gördüm.
olmağın Ahmet aldıda Cismin ademdek yaralgan ersen Asip olmağın Ahmet aldıda Cismin ademdek yaralgan ersen Olsa kalbimde vapa hem əxlaq Şundula Ahmet'nin ninini yersen Olsa kalbimde vapa hem əxlaq Şundula Ahmet'nin ninini yersen Bulsa ger yolum Pişman kuçsi Şu minut yürek Bulgısı pare Hiç ametim Şektümlüktüm Bir ömür yığlar Tapmaysan çare Hiç ametim Şektümlüktüm Bir ömür yığlar Tapmaysan çare Hiç ametim Şektümlüktüm Bir ömür şiğab Tapmaysan çare Bulsa ger yolum Pişman kuçsi Şu minut yürek Bulgısı pare Hiç ametim Şektümlüktüm Bir ömür yığlar Tapmaysan çare Hiç ametim Şektümlüktüm Bir ömür şiğab Tapmaysan çare Hiç ametim Şektümlüktüm Bir ömür şiğab Tapmaysan çare
eğer yolun pişman kutsin şu minut yürek boğası pare hiç ametim şektinliktin bir ömür yığlap tapmaysan çare hiç ametim şektinliktin bir ömür yığlap tapmaysan çare hiç ametim şektinliktin bir ömür şiğlap tapmaysan çare Apa? Keldingmi bola? Ha, qaytib keldim. Mana bu bugungi sutning taloni apa. Jinim bolam, cho'ng bo'lgan bolam, es qatgan bolam. Jira bolam uyga.
Qara o'g'lim, mush aydan boshlab hech kimning bizda qarzi qolmaydi. Bu firma endi bizning shaxsiy mulkimiz bo'ladi. Canım apa, neç vaktin beri bek çapa tattın. Dadam mı sen, appam mı sen? Sana rahmet o'g'lim. Mushdek vaqtingdan tatib, turmushning ig'ir yukini men bilan teng tatdi. Hal kunimiz yaxshilanib qoldi. Biz mush mahallada cho'ng bo'lgan, mush mahallaning tuproqini dastlab, suyini ichib odam bo'ldik. Texim yaxshi odam bo'lgan o'g'lim. Boshqalar sening axloqingga zo'xlansin. Aslini hargiz unutib qolmag'in bolam. Gapimni anglag'in. Aras apa, hoş haber. Enim Ekber, Ali mektep YouTube'da. O'ylasma, nima degan yaxshi, bek yaxshi bo'pti jinim bolam, bek yaxshi bo'pti. Aras bolam, yaqinda kent yo'l qurilishini apag'di. Biz qarab tursak uyat bo'lar, biz hozircha 10 ming so'm yordam qilsak deyman. Sening chiqanda. Buludu apa, sen neyim desen şu? Rahmat jinim bolam, rahmat sana. Nurlu ben, çetel yarışıptı cuma. Kaşlarımız pakırap gitipti. Bire çetellik kılacak sılap koydum ya. Parij'de etir pıraydı. Arak dep etir işi var mı kalsa? Ha, qandaq? Puling olsa vago, hammasi seninki. Uqdingmi? Seningdeklarni chet elda minib o'ynaydi va, minib. Ammo vago, mushu o'ynaydigan ya chet el kanjumi. Qiz ayollari kiyim kiymamdi nima? Ish qilib bir-biridan go'zaldanglar. Er kishi degan talada mingning uyida bo'lsa, birning. Shuni kechikib ketdikansizda, voy qilin. Yashaydigan gap aytaq. Hey, oyna, oyna. Pul degan bag'o, o'g'illarning qo'lining kiri juma. Pul degan Nurmammat degan gap. Nurmammat degan gap pul degan. Yo'g'on so'zlab bu ota kasada omidi loyga minib yota kasada omidi loyga minib yota unutib ketding asli almedim amaki çaktırban ametim görsen rahmetim çaktırban ametim görsen rahmetim çaktırban ametim. Men olim bilan chet elda mis to'g'risidagi to'xtamga qo'l qo'yib keldim. Olim shu joyda bizning nomimizdan bir shirkat qursa deyman. Lekin hozircha qo'limizda naqd pul kam. Bankining pulini tex qaytarmadik. Shunga tog'dik sayohat o'rinini setib olsak deyman. Buludu, buludu. Şundak basın. Şundaqlaylı. Şey ama şimdi. Ya bana. Men nima bo'ldim? Bana doktorxona qo'yamiz, bana. Nima qildim men? Bana. Jira. Men nima qildim? Kerak bana, kerak. Ey! Men nima qildim? Bana. Ha, chiqa.
Muş kishi. Vaqa to'g'dirgan siz bo'lamsiz. Men. Biz shaharlik qatnashsaqchi atirtidan. Savolimizga aynan javob berishingizni so'raymiz. İsmingiz nima? Nur Mehmet. Qancha yosh? 40 yosh. Adresingiz? Bo'ston ko'cha 17-qora. Siz 8 ayning 10 kuni kech soat 11 da aroq ichib mashinada vaqa to'g'diribsiz. Vaqaning amaliy ahvolini so'zlab bergan bo'lsangiz. O kuni men aroqni ko'proq ichib qo'yib, mashinadagilarni bilaman, qolgan ahvolini uqmayman. Qanchalik aroq ichgan? O'zim bir bodilgidek aroqni ichib yetibdi ekanman. Bo'ldi. Hozircha yaxshi davolanib, qolgan gapni siz saqib chiqqanini birini deyishaylik. Ma'qul. Xo'sh apsiz. Xo'sh. Bugun bak chiroyli qo'ysiz. Rasma? Shunda, yomon pari olib ketibsiz juma. Ko'zimda uchib ketdingiz-da. Menamo. Voy. Ha? Nima? Nima? Bo'ldi, men hozirlik baray. Mana odam. Shuncha jiddiylashlik nemish bo'ldi? Chet eldagi vakolatchimiz olim. Bizning barliq pulimizni yo'tkab, yo'qolib ketibdi. Ne haqiqatini hech kim bilmaydi ekan. Asta, tugash to'qandi. A'zoyinglar Gulsumning ish izlari gazet radiolarda tashviq qilindi. Yo'l, maktab, doktorxona degandek hammasiga o'zini unutgan holda yordam qildi. Boshqalarni beshga yetaklabdi. Yo'ldosh Gulsum noya ayollar ichidan chiqqan alohida boy. Olama buni tashlab turish. Dada, bizni tashlab ketdi. Dada, sizni... Qo'ya meni, chaplashqaray, chaplashmay. Vaqtim to'ydim. Bu sahroyingda mi to'ydim? Dada, bizni tashlab ketdi, dada. Bola! Yaşayalaymış. Ya bunda çok ay hayvandan özü optu ha. Aç bo'ldi, tez bo'ldigan bo'ldi degina. Pul avatib bera. Pul avatmay xotindan bir navas ko'ring tixi. 5 so'mdan foyda bersanglar, beraylar endi. 4 so'mdan bo'lsin. 4 so'mkan bo'ldi. Qanday qilamiz? Bo'g'dik. Bo'pti. 5 so'mdan bo'lsin. Kelishdik ham. Shundoq bo'lsin. Ish to'qimsa. Yasin, g'achchini beriblar. So'da yurishib ketdi.
Pul işitdimmi, to'ngikdimi kirayotgan mana, ha? Shundaq, Nurxo'jayin, shundaq. Kiring. Direktor, sizga nima lozim? Hozircha hech narsa kerak emas, siz chiqash turing. Shundoq qilib, bu binoni ishga kirishtirib bo'ldik. Kelar yili taqqa bir sayohat o'rni qursak deyman. Bo'g'dak. Men qo'shilman. Senchi olim. Ha, men qo'shilaman. Undaq bo'lsa, Yasin ishkinglar sayohat o'rnini ko'rgach, ketadigan chiqimni bir xamchot qilib qo'yinglar. Ha, shundaq Ma'qul. Shunday qilaylik. Bo'ldi, ish tamom amsa. Yasin, Ha? eli qalam qoshlaringdan bir nechini chaqirmamsa, payzi qilmamdoq. Ha. Birini akraymi yoki tomga tizib etaymi? Payzing va. Bu yana nima axir kirib oldi. Qani. Ha, kiraylik. Ha, qani. Qani. Shuni o'qiz gapdan gap yo'qlar. Biz usta o'yinsak qatirib etamiz. O'ynaydigan bo'lsak sho'ligingiz oqidi demamdi. Shuni, bu gapni menga nima deb bersiz? Undaq odam aslat o'makni izlamsiz dedim. Qarab turdi shuni bilan. Allah rahmat. Shunday qilib bu sayilgohni bitib qoldi danglar. Qani, ha? O'sha. Ha? Hoş. Güzel arzum ümit bizi Ayıp kıyım başlaydı Güzel arzum ümit bizi Bizning Nurlo ben dunyoda bir. Agar dunyoda ikkisi bo'lib qolsa, uning birisi bizning Nurlo ben. Qani Nurlo ben. Tamam çekin. Arap. Nigarım sen Ey canım sen
qanchalik o'ynag'inglar bo'lsa, shunchalik o'ynanglar. Barliq chiqim, mana mendan. Ha, qandoq? Ha? Nurlu ben, erlerine hep küçülüğü vermeyim hanım. Bize çayımı qarab koyarsız ha? Yaxshi. Men bugun shuni jakalaymanki, mush so'rindiki har bir qizning bo'yniga birdan oltin zanjir esilsin. Alamet yapma. Başkaları ayrım yana. Kira ilala. Korumlar ilala. Nurlu ben, seyahat orlarınızı görüp çıktık. Acayip çıraylık pinhan jağı orlaşıpsınız. Oltundek odam cümlesiz. Başka yerinizden gül önüp çıkıdı da ha. Sen hiç bu peyzimini gözetmeyse. Qandaqlımız bugün, ne? Qiyıqlı. Kelin. Yuring jinim, uyga kirib parangshaylik. Shunday qilib, chet eldagi ishlarni xil yurishib qolgandek qiladi. Men bormasam bo'lmaydigandek qiladi. Qachon mangdi ekansizlar? Atil mangdigandek qilaman. Olimga biletni deb qo'ygandim. Beripla telefon qilib eting, ha? Chataq yo'qmi jinim? Bo'lmasa men ansirab qoladi ekanman. Bir mezgil ayrılgan bolduq-da. Amal yo'q-da. Mening ko'zimdan uchib ketadigan bo'ldingiz. Rasma? Albatta. Chet elga mansınız qandaq mı çıdamen? Vay. Olimi sen? Qandaq oldu? Ha, buludu, men hazırlı baray. Hemen yo'lga chiqdim. Hazırla. Buludu. Ma'qul, ha? Oye, bugün manamsiz, bir gün qonmamsiz. Etmeyinle canım. Bu degan savdoning ishi. Men muncha kirib chiqay. Sen safar tayyorliklarini qilib qo'ygan, bo'landa. Ma'qul. Nasip olmağım Ahmet aldı da Cismin Adem'dek Yaralgan ersen Nasip olmağım Ahmet aldı da Cismin Adem'dek Yaralgan ersen
bo'lsa qalbingda vafo ham axloq shundala omadning nenini yersan bo'lsa qalbingda vafo ham axloq shundala omadning nenini yersan bulsa ger yolum pişman kuçsi şu minut yürek buldu sipare hiç ametim çektimliktim bir ömür yığlar tapmaysan çare hiç ametim çektimliktim bir ömür yığlar tapmaysan çare hiç ametim çektimliktim bir ömür şiklap tapmaysan çare Haydi kalanını! Çık! Ha, bu ne? Hemen ha. Çık. Çık! Haydi kalanını! Çık! Haydi kalanını! Çık!
Şu. Haydi kalağını! Şu. Haydi kalağını! Hoş. Hoş. Haydi kalağını! Şu. Haydi kalağını! Hoş. Şu. 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 Dada. Ha, nimdeyse? Meni apam evetti. Velikamın uyuda bir günlük iş bakken seni karışmasın deydi. Bah. Kaçan mı kurtulamaz bu hakkı malaylık kılıçtan? Ecep doydum cuma. Bak Allah'a sen karap duramsa. Bak o. Oh. Usta. Bak. Nuraka. Tunguzdek küçük bacım var senin. Ha, yani bir gün işlevet Nuraka. Pulcu. Pulunu kaçan birisi. Oy. Gepçoğu. Oruq qalına poquyuğan dep. Ağzına cep pulğu yügrep qapta. Şəhərdəki eli qavaqda 15 som kanyon kirib ketken cümə Nuraka. Gınqıma işləyəvəgən. Cüretni padachılıqqa yardım bo'lar deb maktabdan chiqarib oldik. Endi kichigini qandoq qilamiz? Pul bo'lmiz qandoq o'qitamiz? Padachılıqdan topgan pul kanaydan oshmayotsa,
yoki yerimizni tiyremeywatsak. Ha, desini qarz, qo'yimi to'ydig'i bu qarzning kishi. Mushundaq o'tayveramizmi? Uyning ahvoli mana shu. Bizmi bir yaxshi kunlarni ko'rsak nim bo'lar? Men qada qilmayamsa? Birisini bulam dem, yo o'g'irlik qilam dem. Sizni undaq qiling demadim. Boshqalar undaq yoki mundaq ishlarni qilib, yildan yilga beyib qoldi deyman ha. Qalbaqi men deb yurmay, boshqacha bir ishni o'ylashib ko'maydimi demakchi. O'lib qolmadik-ku. Yolg'iz bizlimi? Shukr qilgina va xotin. Ish qilib mo'raqdan is chiqib turyapti-ku. Opa, qo'sug'im ichib ketdi, chiyini choqqan bo'lgina, bugun maktabda faoliyat bo'ldi, kechikib qolmay yana. Vaqt kela bilan. Mana. Aldırmay iş ha? Barat Ayça, şimdi ağan arıvan atar usu mu, tayar usu mu? He, Müşka Rusya, sen zakır müşka atap ağam. Evet, tamaşa kördükemizde Barat Ayna harığı katkaç ürük. Aldığımızdan çaşkan kulak çıkıp kalımız, könüp kalımız dikine. Ya, Nuri çok iyi kavga. Ne buldu mu kavga? Assalomu alaykum. Çata yoktu. Oynap üstlede. Shaharlik og'inglar uchrab qilib, ozdilik qilib oldik degina. Ağzın köpük kaynap ketipti. Saslıkta arak içmek kalemgen okşmamsa. Qilib yurganicha bizdek imaliganlar imidi, Qodir azma. Sen qalamsan, sut og'zingni qetib qoladi. Xo'sh. Ketdik. Nur aka. Bana bir yılan tutmasan bulattı. Şehirden tutkallar çıktı. Doğru kılmaz deydi. Neç pul verirse? 5 son verme. 10 so'm be 10 so'm. Nim dedi buna çok ay. Tutsan tut, tutmasan ornak adamcık. Allah'ıyla aldığın kegen hoş bulup alayım apılını.
her balaga kalarsan kesse eğer ametim her balaga kalarsan kesse eğer ametim. Qani, ichiga. Ustam, qilyapti, ne? O'qishdi. Gap qila dangal. Bizni shuncha oldirtib bu yerga nimaga boshlab keldi? Biz oldiramiz Juma danga. Undaq bo'lsa-chu, bu ishni hech qanday odamga demaymiz deb qasam qilinglar. Qo'y, qasam? Qasamga kelib chiqib qoldi endi. Birisini o'ltirib qo'ymasa? Yo'q. Ahmet topdim, Ahmet. Bir yılan tutup deb 5 so'm pul berganda, shu yılanni izlab bir ko'shikka bosam, bir ko'mzak oltin deb oldim. Aymiz bu ishqa alohida ko'ngil bilib, Gulsumga 30 ming so'm rag'batlantirish yordam puli berishni qaror qildi. Uningdan boshqa noya o'simsiz 200 ming so'm, yeza 100 ming so'm o'simsiz qarz bilan ta'minlashni qaror qildi. Gulsumning kali fermasini kengaytirish va süt mahsulotlari zavodi qurish planı tasdiqlandi. Endi yezining Gulsumga kerakli qanchalik yana ajratib berish masalasi qoldi. Navbatda yezi boshlig'imizni so'zga taklif qilaylik. Buludu. Gülsüme'de qanchalik yerga ehtiyojlik bo'lsa, shunchalik yer beramiz. Gülsüme'de bizni unutib qolmagan yerda, biz bu Gülsüme'ni hergiz unutib qolmaymiz. Rahmat sizga Gülsüme'de. Bizning bu kichkina kentimizni nahiyaga, shaharga to'ntib etdingiz. Qisqa qo'limizni uzun qildingiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Rahmat. Tashkilga rahmat. Men yezam bilan odam. Mening taqdirim yezam bilan chambarchas bog'langan. Yezam meni boy qildi. Men dehqonlarimni suyaman. Hammanglarga rahmat. Mening topgan pulim sizlarning. Barliqim sizlarning. Sizlarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Saniye. Hamma ish tugidi. Chet eldagi pullarni olib qochdi. Sen bilmaysan, dachini Nurmahmat setib etgan. Nurmahmatning restoran binosidan boshqa puli qolmadi. Bankining qarzi bor, o'g'irlangan bojmi bor texi. Bojxona bilan bankining qarziga restoranning binosi bo'ylishamdi, yo'q kim bilir. Endi men qanday qilaman? O'z nomingda bankka qo'ygan pullarni naqlashtirib, uyda pulga yaraygan narsalarni tayyorlab qo'y. Bir kechida quyruqni xada qilamiz. Qandaq, ha? Nurmahmat efendi, bu yilgi bojni tek to'lamabsiz. Tek biz tekshirgan o'g'irlangan bojim bor. Bu pullar oz emas-chimi? Bizning bankining qarzi pulimi oz emas. Muddatidan ishib ketdi. Buningga nima deysiz? Menda pul qolmadi. Sizlar shu restoran binosini baholab ilib olsanglar. Bunu demse, biz et resmiyetlerini ötüyteyelim. Ma'qul.
Nur Mehmet, hayır hoş. Xotin balalarga rahmi yo'q sizdek odamning menga qanchalik rahimi bo'ladi? Az vaqt bo'lsa-mu sizga xotin bo'ldim. Sizga emas, pulingizga. Tegishli haqqimni elib, yo'limga ravon bo'ldim. Meni istab avara bo'lmang. Xayr xo'sh Nurloba. İflas! Şermende! Aldamçılar! Aldamçılar! İşe. Bo'ldi emasmi? Nima ishmaysa? İşimi deme akasına. Nuri piyanchik qumavi. Musheni olib qo'ymabdi-da. Rasululloh piyanchi ko'pdi bu. Mendan 10 so'm so'rab yuradi. Fukam, içe. Yo, bularga bir nima dedimmi men, ha? Nima dedim men ularga, ha? Bir nima demedim. Bo'ldi, men ketdim, xo'sh. Ketdim men. Ya. To'xta. Buloqdan pul vermemsen? Va bir ag'ida yezib ketdilar. Aka chapan ne? İşçi yurdiga buloqdan suv emas bu. Mana birni qo'ydi ekanman. Aka chapan ne? İşçi yurdiga buloqdan suv emas bu. Birni qo'ydi ekanman. Mana! Pulni qachon bersa? İzdep orak taktım seni. Buloqdan suv Qachon bersa? emas bu. Ha? Qachon bersa Pulni dozma. qo'ydi ekanman. Mana! Pul yo'q. Pulni beremsen vermemsen. Qachon bersa? Jallovaz, pul yo'q. Pul yo'q deydimi? Burayla uyum bor, shu uyum. Dur bakayla. Pul boylasam da boylaşmam da. Sürme. Ha? Çıkar. Çıkar. Maile. Ozaçilikini kaçkanı kapır ben. Ma'qul. Şu işçigini koyup tefka. To'g'ri. Voy, Nurek baygı bu. Assalamu alaikum. Qanday ahvoling? Ya seni bay bo'lib ketdi, shahar aeroplanda yuriydi deb anglagan. Ya bu nima kunda qoldi voy? Harusini bersan go. Ahmet qochdi, Ahmet. Ha, bo'lmabdi juma. Uy makaning, mahallang turib. Yetima ko'p qolsan go. Mushumi kunma? Yura mayli ketimiz.
Xotining Gülsüm bayıp ketdi, ballarımı çoğup ketdi. Endi qaysi yüzüm bilan mahallaga boraman? Xotin bolalarimga qanday qarayman? Mahalle degan mahalle cuma, odam degan xomsut emgen bende. Xatolaşmaydigan odam bormi deysa, sen qilgan eskilikni mahalle qilmaydi. Seni qo'yniga ep ketadi. Yura mahalle ketimiz. Ma, Bo'ldi, men bormayman. Ben bormayman, bo'ldi. men shaharda Nurakni uchirtib qoldim. Biz olgan Nurak yo'qchimi? Arı so'rab jon beqib yuribdi. Hali baqarab nadi deb, nadi qopida faqat bilamadim. Bir qarasang ishing og'riydi. Boyvop, xotin bolalarini tashlab, mahallini tashlab, ko'ranglab ketganini o'ylasang, ko'tiga natchini tepgan keladi. Bo'lmabdi juma. Nur Muhammad Momush mahallining odami. Ot ko'rgan, onu ko'rgan odam biz. O'qiganni qilmayli. U musofir bo'lib qolmasin. Qanday qilamiz? Bo'lmasa Gulsumga deb qandoq ya? Gülsümge dese qanday bo'lar? Gülsümning yuragi xunib ketdi juma. Unumasmikin? Bo'lmasa Gülsümning fermasiga o'rlashtirib qo'yaylik. Xudo yo'lida jiroqni yaqin qilib bir o'yin o'ynab baqsa qanday deysizlar? Qog'iniga yurt mahalli bog'i. Qani bir o'rinib ko'raylik. Shunda qilaylik, urinib baqaylik. Shunda qilaylik. Ya sen qancha qitimlab deyma. Basan Gülsümning yeniga yoki maliga bormaysa, noyiga yaqin kali fermasiga borasan deyapman. Ayliqingga 300 so'm berdi, tamoq yotoq berdi. Kallarni beqib bersan shu. Voy bo'ldi qilinglar, men bormayman, bo'ldi. Nima deydi mava? Gap anglamsa yo'q. Futqulingni bog'lab bo'lsa-mi ep ketimiz. Sen og'rimamsa, o'lmamsa, hayvon bo'lib ketdingmi ya? Ey, anglayaptamsa? Bizni mahalla evatdi juma. Buni eski bir nimangni setib etib, biz bilan mangmaydigan bo'lsam, ko'gilikni ko'rsatib, o'ligingni o'sim ep ketimiz. Qanda deganimi bu? Mana. Qani. Qani, ishkirga marhamat. Marhamat. Yuringlar. Kiranglar. Mana bu bizning pishiqlab ishlash seximiz. Mana bu sut qiyami. Bu sut o'rnimiz. Mana bular yangi sig'ilgan sutlar. Endi kalferimizni ko'rib chiqaylik. Oyatda. Qani. Mana bu bizning kalferimiz. Mana bu bizning nasllik kallarimiz. Yaxshi.
Mana bu süt sap bo'lgan. Buni birasiga degan edi. Yo'q. Xudo xo'jo dedingmi? Yo'q. Men nima qilishimni bilmay sizlarni izlab kelishim. Xotinni demay yaxshi qilsan adash. Xotin kishi deganing borku, chechi uzun aql qisqa. Birasiga deb qo'ysa bu narsalarni soqchida ko'rsa. Qo'rqma adash. Oltinlig'ini olg'in, men pul qilib berma. Lekin og'zingni ching tut, Nurmamat qo'lingni adash. Pul sendan, yo'l bizdan bo'lsin. Biz endi mangu ayrilmaylik. Gülsüm. Hey Gülsüm. Bu yoqqa gel odan. Voy nima bo'ldi? Ovozligingiz o'nsan. Bo'la. Bu yoqqa gel. Bo'la. Qara buni o'g'lim. Nereden kelgan oltinlar bu? Qo'rqma xotin. Bizga omad keldi. Omad. Aka qo'lni. Aka. Bo'la. Biz boyib ketdik. Boyib ketdik xotin. Boyib ketdik. Endi men cho'qay degan laqamda bu qutulgan bo'ldik. Nurmamat. Bundaq ko'z bilan turg'ini qaraganda cho'qim egisi va oltinlar bu. Bunchalik narsani biz sing'irib ketolmaymiz. Men qo'rqyapman. Nemadan qo'rqatdim? Bizga kelgan omad bu. Ko'z bilan turg'ini qaraganda hamon bir odamning dunyosi bu. Buni o'zimizning qilib olsa xudo oldimi, hukumat oldimi buni? Hukumatga topshirib beraydimikin deyapman. Nima deydi qanday xotin? Soqchi yenidan chiqdimi nima? Xotinni deganmi? Xotin dedingmi? Yo'q. Yaxshi. Xotinni demagining yaxshi bo'pti adash. Bunda qishni xotin kishi deb qo'ysang, narsalarni soqchilik ko'rsa. Ya Allah Nurmamat. Sizda nomus degan narsa bormi yo'q? Ahdidan kechgacha ba'zan yeyman, ursang o'laman deb necha kunlar bo'ldi yotqiningiz yotgan. Choyxona sizning go'ringizmi edi? Sizmi erkishmi? Yotaman u qandaq. Gaping bormi? Xuddi sen meni xotinlik qilib qo'ygandek gap qilishan-ku. Talog'i chiqsam uyga kirsam xotin bo'ldim-ku. Qo'shnilardan choy tuz so'rab, divona bo'lay deb qoldi.
Xudoyim sizni bir kun xotin qilib qo'ysaydi. Shu chaqda bu garingizni bir kun o'tirmaydingiz. Uy, nima deb yurdi ey mana xotin? Ajab odamning sabrasini o'rlatdi. Mana fili buka. Uraqini. Men yemagan sizning tayiqingiz qolgandi. Astagfirullah. To'g'ri chishimga tegmay juma. Bo'lmasa bu go'ringdan bir aqli chiqib ketaman. Aygitakanga to'yib, o'ldirsa shu chaqda divan bo'lib. Shunday qiling endi. Sizga shu ish qolgan. Xotin bolalarni tashlab uy boqamidim deb chiqib ketdi. Ha? Sen xo'roz, men mehyon, bo'ldimi? Beshing kiya uyingni. Dangal qo'lingga pul kirdi. Endi qanday qilay deysa? Hozir Ruslar toz kelyapti. Ruslarga mol ko'rsatib pul tepyapmiz. Sodi shundoq yaxshi, lekin pul yo'q. Sen bir do'kon ochsang, biz Urumchidan mol kelsak, boy bo'lmaganni-chu, shu chog'da ko'rsan. Undaq ishlarni men qilolmayman. Yanala qo'y qilib boqaymikin deyman. Nima deydi buni xommontavi? To'g'ri dangal o'shki jangal tushibdi deb, yenilik sosiqtirni o'ylab qopsan-da. Gaday bo'lsang shatalash deb, shu vaqt bozorning yaxshi tamoqini yeb, salqin do'konda o'ltirib pul topmamsa. Uning ustiga Nurmuhammad qanda qilib tez boy bo'lib ketdi deb, mahalladagilar soqchir deb qo'ysa, ishining tugashgini shu. Shahar deganning etiga keng. Shaharda bo'lsang, birisining do'konini ichyotaman deysan. Uning ustiga hamma sirni biz bilamiz juma. Agar og'zimiz ichilib ketsa, tugashganing shu. Ha. Yaxshimisiz Ardash? Qanday ahvoling? Bizning hisob kitobimizni qilganga ma'lum qizni keldim. Ismi Saniya, hamma hisobotga tekshirishdi. Yaxshimisiz Nurmamatga? Yo'sin sizning yaxshi gaplaringizni qilib berdi. Agar meni yoqtirsangiz, ib qolasiz. Bo'ladi. Men ma Yasin olimlar bilan kech paranglashib, sizga javobini beray bo'landa. Ma'qul. Ha, qo'y. Xo'sh. Ma'qul Ardash, xo'sh. Gülsüm, ko'nglingizga ep qolmang. Demay desam, zodi ko'nglim unimidi. Shaharga kirgandim, onsam Nurmuhammad shahardan xudni ilyapti deydi. Tova. Nima? Nurmuhammadni shahar kirib uydan o'tdi dedingizmi? Men uni shahar kirib pul topsin mayli desam, u yerda uydan o'tdimi? O'zingizni besivilan so'lang. Rasmi yolg'onmi shaharga kirib surishtirib beqam. Men chiqay. Qanday qilaman? Nima tap qilib? Biraz çılacın balama.
Oppo, bozgun bezgi içip ketdi. Canım balam, dadağını tepip andın tamak yeydi ha? Oppo, endi tadı çıtımıdı. Canım balam. Yaxshimisiz? O'sha arvoqda Nurmamat Taparsning do'koni bilamsizki? Yo'q, bilmaydi ekanman. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? O'sha yerda Nurmamat Tapars do'kon ichibdikan, do'konni bilamsiz? Bilaman. 3-4 kun bo'ldi. Nurmamat do'konni setibetdi. Hozir o'zim nima ekanligini uqmaydi ekanman. Nima? Oppo, men buldum. Oppo. Ishnim bo'ldi. Qariyag'ash kentiga keldik. Shunday yo'lovchilar tushinglar. Әмсә, әтім айлыма? Shunda qilayli adash. Ağayınlar, ben öygü verip helik tıkıp koygan mallarını ekileyimse. Aqlinga barakallah adash. Әмсә, әті қатнаş görüşeyle adaş, ha? Şunda kılaylı. Nurmamat! Nurmamat! Qo'ya qo'lni. Ketma Nurmamat! Bizga ishchimiz og'irsin, men tuluqqa mingtalarga sira yetim bo'lib qolmasin. Oy, mana nereye? Dada! Dada, bizni tashlab ketma, dada! Nurmamat! Mana nereye?